Spark mashinangiz bor. Miyastarovkadan aylantirib olib qo'lingizga olib ketdi. Original, lyuks qilaman desangiz, narxi vashcha sizga to'g'ri kelmayapti. Qimmat bo'lib ketyapti. Endi aka o'zimizda yechim bor. Ko'rib turgan ashibkangiz lyuks holatda ideal. 4 ta ashibkamiz bor, 1 komplekt. Endi lyuks olsangiz bo'laveradi. 1 komplekt xolos aka, ulgurib oling. Narxi vashcha siz o'ylamagan narxda. 1.600.000 ga ko'rib turganingiz hamma ashibkasi, motorchigi, provodasi zibor holatda beramiz. Sizni eski ashibkangizni biz olmaymiz, uni ko'pchilik o'zi olmaydi akalar. Xudo xolasa o'zi narxi arzon. Ashibkani o'zi paytida 1.800.000 dan sotilgan. Endi 1.600.000 ga ham 4 ta ashibka, ham mashinangiz lyuks bo'ladi, ham motorchik, provoda hamma yo'q. Narxi qanaqa? Narxi arzon bo'lsa, like bosib, akalar ozgina qo'llab-quvvatlaveringlar. Zapchast do'kon ochyapman, bilasizlar. Sotuvni ko'rsat deyapti. Sotuvni xudo xolasa onlayn ham yaxshi xudo xolasa eplayapmiz. Joninglar sog' bo'lsin. Shunaqa narsalar tezda qo'yib turaman. Kanalni kuzatib boringlar. Bitta obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa manfaatli videolar bo'ladi. Bu videoda shunaqa miyastarovkada yuradigan oshnalarga jo'natib bersanglar, xudo xolasa ular ham lyuks qilib oladi. Joninglar sog' bo'lsin. Manzilni unutmanglar. Manzil Andijon aeroporti oldi.